Zo'r kvartirani arzon narxga qaryapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bu xonadonimizni 6 xonadan iborat 152 kvadrat tashkil qiladi. 4 ta spalni, sanuzil 3 ta. Srochno obzor qilib beraman. Maksimal videoni ko'rib, do'stlarga tarqatib tashinglar, chunki etaj ham 3 g'ishli novostroyga Parkinskiy Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan, lokatsiya ideal, закрытый двор, juda ham chiroyli dom. Kelinglar bu yoqdan boshlaymiz. Koridorni ko'ryapsizlar, katta, polni tupli pol qilingan. Bu yoqda stroynishka, mana dekorniy zonamiz. Bu yoqda esa yana bitta master spalnimiz joylashgan, birinchi spalnimiz. Hamma narsa bor uyimizda, faqat kiyim-kechak pul bilan kelsangiz bo'ldi. Mana bu yoqda esa alohida garderob bor, alohida sushkasi bor. Mana garderob xona, bu yoqda sanuziliga ega. Juda ham chiroyli qilingan uyimizda yangi upakovka, kadastr hujjatlari joy-joyida, hech narsadan muammosi yo'q. Srazna tartib qilib beramiz do'stlar. Bu umumiy sanuzilimiz, hamma uchun foydalansa bo'ladigan sanuzilimiz. Bu ikkinchi sanuzilimiz bo'ladi. Bu yoqda esa garderobni xonamiz bor. Alohida prachka qilib foydalansangiz bo'ladi. Stiralka, sushkalar shu joyga joylab qo'yganmiz. Kirganimizda kattagina oynali zonamiz bor bu yoqda. Bu yoqda esa kattagina 6 tali, 8 tali o'tiradigan персонный stol, u yoqda esa bittali stol o'zini va stoli qo'yilgan va dekorniy zonasi bor. Mana bu joyga kitoblarni qo'yib, mana shu yerda hordiq chiqarib, dam olib, televizor qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Oshxonani oxirida ko'rsatib beraman. Kelinglar, yana zal qismimizni ko'ramiz. Zal qismimizda do'stlar, bu yerda mehki zona qilingan, televizor, dekorniy zona, hamma narsa qilib qo'yishgan va zaldan oshxonaga mana bu joydan o'tsak ham bo'ladi do'stlar. Ko'ryapsizlar, oshxonamiz anchagina katta, 6 tali o'tiradigan zona. Xolodilnik kattasi qilingan, texnika, mikrovolnovka mana bular cho'tki qilib qo'yishgan. Bu yerda esa posuda moykamiz ham bor do'stlar. Oshxonaga alohida bu yoqdan ham kirsangiz bo'ladi va bu yoqdan ham zaldan ham kirsangiz bo'ladi. Mehmonlar yo'q payti ochib qo'yasiz, keyingina katta shinam bo'ladi do'stlar. Bu yoqda esa yana bitta bolalar yotoqxonasi, o'zining shkaflariga ega, spalni, hamma narsa qilib qo'ygan. Baribir oq uy juda ham chiroyli bo'ladi. Atachinto italianskiy, ko'zni charchatmaydi. Bu yoqda esa yana bitta detskiy xonamiz bor. Katta ko'chaga qaragan oynalari, lekin yaxshi oynalar qo'ygan, umuman shovqin yo'q. Bu yoqda esa yana bitta katta master spalnimiz bor. Bu ham konditsionerdan tortib hamma narsa qilingan. Shkaflarimiz ko'ryapsiz, shifondan bo'lgan, juda ham chiroyli shkaflar qilingan va o'zini bu yerda kattagina sanuziliga ega. Vannasi, o'zining sanuziliga, hamma narsasi qilib qo'ygan do'stlar. Azizlar, uyimiz srochno sotilyapti. 152 kvadrat tashkil qiladi. 6 ta xona, etaji 3. Uyimiz narxi 275 ming. Agar sizda naqd bo'lsa, chiroyli narx kelishtirib berib yuboramiz. Shoshilamiz. Shunaqa kvartira qarovotgan yaqinlarimizni maksimal tarqatib qo'yinglar. Zo'r uylardan faqat zo'rlarining birinchilaridan bo'lib ko'rib borasiz. Bizdan uzoqlashmang. Podpisatsiya bosib qo'ying. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Hammalarni yaxshi ko'raman.